Minora-i Kalon 1127-yilda Qaraqoniylar sulolasining vakili Arslonxon tomonidan Buxoroda bunyod etilgan. Uning balandligi 48 metr bo'lib, bugungi kunda 46,5 metrni tashkil etadi. Uning asosi 10 metr chuqurlikda, ya'ni suv sathidan pastda bo'lib, zilzilaga bardoshlikni oshirish maqsadida qurilgan. 150 ming dona maxsus g'isht, maxsus qum, ohak hamda tuxumning oqi aralashtirilgan suyuqlikdan foydalanilgan. Minora-i Kalonda katta halqa bo'lib, unda Qur'on oyatlari hamda quruvchilarning ismlari yozilgan. Mo'g'ullar istilosi davrida Buxoro shahridagi ko'pgina tarixiy obidalar vayron qilingan, lekin Minora-i Kalon hurmat sifatida saqlab qolingan. Minora-i Kalonning eng yuqori qismida muazzin azon aytib musulmonlarni e'tiqodga chaqirgan. Aynan shu jarayonda uning ko'zi maxsus bog'ich bilan yopilgan bo'lib, sababi Buxoro shahrida joylashgan boshqa xonadonlardagi nomahramlarga ko'zi tushmasligi shart edi. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Chor Rossiyasi tomonidan amalga oshirilgan hujumlar ta'sirida Minora-i Kalonga zarar yetkazilgan.